Balki bizga o'z qo'rquvlaring haqida so'zlab berarsan. Qo'rquvlarmi? Unutilish. Unutilish deysanmi? Ha. Men aql bovar qilmas hayot kechirishni istayman. Meni tushunishsin. Shuning uchun ham eng katta qo'rquvim bunga erisha olmaslikdir. Birontangiz shu mavzuda gapirishni istaysizmi? Hazel? Kutilmagan hol. Shuni aytmoqchimanki, vaqt kelib biz hammamiz o'lamiz. Hayot odamlardan oldin ham bo'lgan, keyin ham bo'ladi. Bu ertaga bo'lishi ham, million yildan keyin bo'lishi ham mumkin. Hech kim Kleopatra yoki Muhammad Ali haqida yoki Mozart haqida eslamaydi. Biz haqimizda-ku asti gapirmang. O'lgandan keyin unutilish muqarrar. Men bu qo'rquvga e'tibor bermaslikni maslahat beraman. Hamma shunday qiladi.